alaykum aziz do'stlar. Dehqonchiliklar bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Bugun mana albionlar terim bo'lyapti. Birer donasini qo'yib ko'raylikchi. Yiriroqlarni. Bismillah. 35 gram. Bileslari ancha chiroyli. Yo'lga tushib qoldi, xudo xolasa. Melkilari ham bor. Kichkinalarni garohlarni mana yoqqa solib qo'yamiz. Vodiydan kimga qulpnor kerak bo'lsa, endi Toshkentgacha chiqmaydi ob'yomimiz, endi ko'payyapti, xudo xolasa. Bir ikki haftada Toshkentga ham chiqib qolar. Lekin vodiydan kimga qulpnor kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab kimga bu albion, Solxan, Kingsbury ko'chatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Birorta telefonlaringizni olamay qolaman, xudo xolasa. Lekin qaytaraman inshaalloh. Yo'qsa Telegramdan yozishamiz. Tanijonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Yozga sinov qildik, stilajga ham, yerga ham juda yaxshi natija, lekin hamma narsaning ham o'zining murakkabligi bo'lar ekan. Qishda misol kasallikka hushyorroq bo'lishingiz kerak bo'lsa, yozda hasharotga hushyorroq bo'lishingiz kerak ekan. Shunaqa gaplar. Lekin yomon emas. Hozir ham misol mana bu qulpnorlarni to'ylarga ham misol 100 ming tepasiga sotishingiz mumkin. Odamlar qo'yadi shirin. Masalan, misol yaxshi pishganlarni yesangiz, bu ham ancha mazasi zo'r, shirin. Cho'kaberi qilishadi hozir buni. Tortlar ustiga qo'yishadi. Shunaqa holat. Tanijonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka, omadinglar bersin.